Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan makiyaj kistchkalar haqida gaplashamiz. Kremoviy teksturali mahsulotlarni har doim sintetika kislardan foydalanish kerak. Bu oltin qoida hisoblanadi. Mana bu qo'limdagi kist ham Beautifly'dan. Bu ham sintetika yuz toni uchun, tonalnilar uchun ishlab chiqarilgan kist hisoblanadi. Kistimiz bu suxoy pudralar uchun, suxoy korreksiyalar uchun. Bu ham naturalniy kist pudralarda ishlatiladi. Keyingi kistimiz esa highlighterlar uchun mo'ljallangan. Formasi har xil bo'lgandek, ishlatish joyi ham har xil bo'ladi. Bu ham naturalniy kist. Keyingi kistimiz rumiana kist. Bu ham naturalniy kist hisoblanadi. Rumianalarimiz uchun yanog'larda juda chiroyli ishlatiladi. Bu esa Ludovik kistimiz. Bu ham naturalniy kist. Sculptor bronzatorlar uchun yuzga shakl berganda bu ham naturalniy kist. Mana endi sintetika kistlarimiz. Bunda konsillerlar va ko'zni chetini tozalashlarda ishlatamiz. Meni eng yaxshi ko'rgan kistchkam podvodka kistchkasi. Mana shu kistchka yordamida chizaman. Pomadalar uchun ko'rib turganingizdek sintetika bu ham bo'ladi. Kremoviy tekstura bo'lganligi uchun sintetika kistlardan foydalanish kerak. Keyingi kistlarimiz bu ko'zlarimizni detalni ishlash uchun. Bular naturalniy kist bo'ladi. Ko'zga botmaydi, shunda ko'zni allergiya bermaydi. Bu ham ko'zimizni detalni ishlaydigan naturalniy kistlarimiz hisoblanadi. Menda har xil brendlarniki bor. Ko'rib turganingizdek, bular ham naturalniy vorslardan tayyorlangan. Bu esa sintetika qoshimiz uchun tenlarda va kremoviy produktlarda ishlatganimizda. Bu esa ko'zlarimizni yana ham detalni ishlash uchun raschovka va birinchi, ikkinchi, uchinchi rang berilganda, bu birinchi rang berilganda ishlatiladigan kistchka, raschovka kistchkasi. Bu esa ikkinchi rang, formasi o'zgaradi. Bularning hammasi naturalniy kist. Mana bular uchinchi rang va ko'zlarimizni detalni ishlashda yordam beradigan kistlarimiz hisoblanadi. Qancha ko'p kistlar bilan makiyajda detalni ishlasak, shuncha makiyajimiz chiroyli chiqadi.